Assalomu alaykum YouTube obunachilari, assalari ishqibozlari. Mana assalari yashiklarimiz bitdi. Xudo xolasa mana chiroyli holatda bitkazib qo'ydik. O'zlaring ko'rib baho berasizlar yashiklarga. Sifatiga. Litoklari mana 8 cm dan. Teshiklari 25lik sverloda ochilgan. Vasalar yashiklarimiz 3lik taxtadan, qolishi 207, 208. Mana bitta mahalla tuzib qo'yganmiz. Vasalar yashikdan uzun ko'cha qilib. Xudo xolasa 200 ta yashig'imiz Qashqadaryoga chiqib ketyapti. Kimga shunaqa sifatli, ishonchli yashiklar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Manzil Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. Telefon raqamimiz 91lik 056 0421. Ko'rishlar mumkin. Tunikan tagida falgasi bor, yonida troslari bor. Poli 2lik taxtadan bo'lgan. Qolishi 221. Kirishasi 8,5-9 cm. Kirishaning tepasiga qoqilgan taxtalarimiz 1.7, 1.6 taxta qoqilgan. Bemalol ustiga chiqib ishlamoqchi bo'lganlar ustiga ham chiqib 100 kilogacha, 100 kilodan ortiq bo'lgan yuklar ko'taradi. O'zlaring chiqib ham ishlashlari mumkin. Har xil turdagi yashiklar bor bu yerda. Bu tarafda 15 romkali yashiklarimiz. Bu tarafda 16 romkali yashiklarimiz mana. Yashigimizning ichki holatlarini ko'rsatadigan bo'lsak, taxtalar qalin. Ichlari har bitta yashikka 3 ramkaga cho'ntak ochib ketilgan, har bitta yashikka. Ramkadan tepaga podyom 3,5 cm, kirisha 8,5-9 cm. Bemalol karmoshkaga 10-11 cm joy bor. 15 romkali yashigimiz. Ko'rishlar mumkin, sifatini chiroyli qilib bitkazilgan. Bu yerda paket yashigimiz 4 tadan 8 romka tushadi. Kirishalari 8,5-9 cm buni ham. 2lik taxtadan bo'lgan. O'rtasidan bo'lib qo'yilgan. Mana kirishasi. Bu ham bemalol 100 kilogacha bo'lgan yukni ko'taradi bu yashigimiz ham. Kichkinasi ham. Xudo xolasa 200 ta yashigimiz 15 kunda bitkazdik. Tezlashtirib bitkazib beramiz qolganlarini ham. Xudo xolasa. Tepasiga qoqilgan tunikalar 0.25. Qirg'oqlari ham chirimasligi uchun chiroyli qoqib chiqilgan.
kim qanaqa zakaz bersa xuddi o'shanaqa qilib yasab beramiz, xudo xohlasa. Mashinamiz ham kelyapti mana. 50 kubalik mashina.